Mana bu joyda sotib oldim. Endi shu yerda uy quraman. Bu yerdan sen uy qura olmaysan. Nima uchun? Qishlog'imizga janob millioner kelyapti, shu yerga uy qurib beramiz unga. Nima uchun? Men bu yerda sotib olganman-ku. A millioner qayerda yashaydi? Bilmadim, men qayerda yashayman unda? Men bilmayman, xohlagan yeringda yasha. Endi boy millioner odam ko'chada yashamasa kerak. Endi sen bugunchalik ko'chada yotib tur, maylimi? Qanaqasiga men hozir ko'chada yashashim mumkin? Millioner ko'chada yasha qolsin. Men bu yerni axir sotib oldim pulga. Men bilmayman, millioner keladi, boy badavlat bo'lsa bu yerga kelib yashasin, ko'chada yotmaydi-yu boy millioner odam. Sen endi mayli ko'chada yotsang bo'ladi. Bor, yo'qol bu yerda. Va mana meni do'stlar mana bu yerga haydashdi. Yo'q, ana janob millioner ham keldi, la'nati. Janob millionerda xo'p, hali buni kechqurun rosa boflayman, qarab tursan. Tashqariga chiqdi, nima deyapti ekan, hozir borib eshitamiz. Allo, janob millioner, siz boyliklaringizni qayerga yashirasiz endi? Men barcha boyliklarimni uyimning tagidagi yerto'laga yashiraman. Yerto'la ham bor ekan, bu uyga yerto'la ham qurishibdi. Ha, mayli. Men shuni o'ylab o'tirgandim, boyligingizni qayerda yashirar ekansiz deb. Boyligingiz axir juda ko'p bo'lsa. Ha, men yerto'laga yashirib qo'yaman. Ketdim men, yaxshi qol. Do'stlar, uning gapini eshitib qoldim. Mening uyimda o'g'irlagani uchun men uning barcha boyliklarini olib olaman. Men ketdim bo'lmasa omborxonaga. Mana do'stlar, men omborxonadan kirka va topor olib oldim va yuzimga maska ham taqib oldim. Bu maska orqali men agar birorta ko'rib qo'ysa meni taniy olmaydi va qani bo'lmasam ketdik. Borib boyliklarni o'g'irlaymiz. Ketdik bo'lmasa. Xo'p, bu instrumentlarni olib olamiz. Asta sekinlik bilan. Hech kim ko'rmayaptimi? Xo'p, qishloqlar hamma uydami? Yo'q, mana qishloqlar uxlagani yo'qmi? O'zgincha holni meni ko'rib payqab qolar edi. Xo'p, yaxshiyam payqab qolmadi. Hozir borib uning xazinasini o'g'irlayman. Xo'p, hozir uni ko'raylikchi, uxlayaptimikan? Xo'p, yo'q, hali uxlamabdi. Uning uxlashini kutishimiz kerak. Xo'p, qachon uxlaysan, ey? Haliga ham uxlagani yo'q, nima u? Osmonga qarab turibdimi, bilmay qoldim. Qachon uxlar ekan, yo'q-mo'yo. Kun ham tong o'tyapti. Yo'q-mo'yo, bu nima qilyapti? What the fuck? Nima qilyapti u? Yo'q-mo'yo, qachon uxlab bo'lar ekan? Qani ko'raylikchi. Ana uxlabdi. Xo'p, ana endi uxlagani bo'lsa agar asta sekin boyliklarini o'g'irlay olamiz. Xo'p, asta sekin boramiz. Bu uxlagan. Xo'p, mana bu yerdan biz kavlaymiz. Mana bu yerdan xo'p. Mana bu yerdan asta sekinlik bilan omborxonasini izlaymiz. Omborxonasi qayerda bo'lishi mumkin? Albatta uyni yo'q-mo'yo topdik. Do'stlar, shuncha boylik, yo'q-mo'yo. Buncha boylikda bu millioner nima qilar ekan? Shunday, endi buni hammasini olib olamiz. Yo'q, oltinlarning ko'pligini qaranglar, shunchalik ham boy bo'ladi. Buncha boylikda qayerdan oladi u? Meni uyimda o'g'irlab olgani uchun endi bu qilmishiga pushaymon bo'ladi. Holiga maymunlar yig'laydi. Xo'p, endi biz buni yaxshilab olib olamiz. Xo'p. Tezda olamiz. Izumrudlar, oltinlar, yo'q-mo'yo diamondlar. Yo'q-mo'yo, buncha pul bilan u nima qiladi-ya? Bu butun umrga yetib ortadi-yu. Endi men bu boyliklarni olaman va boshqa qishloqqa ko'chib ketib, yaxshi bir dang'illama uy qurib olaman. Bizning bu qishloqlarda umuman politsiya degan narsalar yo'q. Agar politsiya bo'lganda, hozir meni allaqachon ushlab olgan bo'lar edi. Meni payqab qolib, hali ham bu qishloqlarda yo'q. Politsiya. Xo'p, bu yerni yopib biz ketdik endi boshqa qishloq tomonga. Mana tong ham otdi. Qani boyliklarimni ko'raylikchi.
Yo mana men boyman-da, qani boyliklarimni sevaman men. Qani boyliklarim? Yo. Nima?